O'ylashimcha, men kamar jangi uchun juda ham yaqin turibman. Menga odamlar nima deyishlari farqi yo'q. Men O'zbekistondan bu yerga keldim. Kelganimda 19 yosh edim. Bu yerda o'z orzumga erishdim. Murabbiyimning ismi Sherali Jo'rayev. U meni bu yerga olib keldi. U bizga bu yerda sponsorlar topdi va biz bir oy bu yerda qoldik. Men One Championshipni tomosha qilardim. Haggerty va Rottangni ko'rardim. Yoshligimda Muay Thai'da shug'ullanib, aynan bu sport men uchun ekanligini tushunganman. Va men qaytib akam bilan gaplashdim. Aka, menga Tailand yoqdi. Men bu yerda shug'ullanishni xohlayman. Shu yerda urushmoqchiman, chunki juda ham kuchli jangchilar bor bu yerda. O'sha vaqtlarda bizda unchalik katta pul bo'lmagan. Tailandga kelishim uchun akam mashinasini sotgan va u menga 3 oyga yetarli pul bergan. Minnatdor bo'lgan holatda men bu yerga keldim va jang qildim. 3-jangimda esa bonusni qo'lga kiritdim. Va bonusdan olgan pulimni akamga jo'natdim, u esa yangi mashina oldi. O'sha vaqtda juda ham minnatdor edim. Sen buni uddalading, $100,000 kontrakt egasi bo'lding.